Öy mülkçilik bazarıdan xatarlik signali kelmekte. Öy bahasının düşüp ketişidən texmi qorqunçluk işlar boluvatıdı. Tərcümə qılğuçı Uyğur Pidai Tərcümanlar Qrupsidan Arafat. 2019 yılı ayaqlaşdı. Xuddi qish havasıdək Xitayning iqtisodida soğuqluq hüküm sürmekte. Bolupmu öy mülkçilik bazarındaki qattiq düşüş nurg'un axborot vositalarının qiziq nuqtasi bolup kelmekte. Bultur 9-10 aylar öy mülkçilik bazarının qaynaq ayları bolup kelgen. Lekin bu yılның 9-10 aylarga qaraydigan bolsaq, bulturqi o'xshash vaqtidagi qaynaq bazardan asarmı qalmaganligini ko'rib olalaymiz. Yeni uyning setilishiga qaraganda, nimkesh uyning setilishi texmi tushib ketgan. Xitoy Davlat statistika idorasining qilgan statistikasida 2019 yılı oktyabr Xitoyning 70 shahridan nimkesh uylarning bahası tuvallab ketgan, shahar soni 35 ga yetgan bo'lib, 5 yilning yoqi ko'rilgan eng og'ir ahvol ekan. Odamni hayron qoldirdig'ini nimkesh uyining bahasi eng jiq tushgan shaharlar ichida Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou qatorliq cho'ng shaharlarmi yer olgan. Guangzhouda nimkesh uyining bahasi o'xshash vaqtga qaraganda %15, Beijingda %4, Shanghayning %3lik tushish bo'lgan. Buningdan butun Xitoydagi nimkesh uy bahosining tushib ketganini ko'rib olg'ili bo'ladi. Hammamiz bilganimizdek, yangi silingan uylarning bahasi bozor ehtiyojiga qarab emas, balki yerlik hukumatning kontroli ostida bo'ladi. Har qanday tovarning ta'minlanishi talabdan eshib ketsa, bahasi tushib ketadi. Bu aqalliy hukm. Ba'zi yangi silingan binolarda kech kirganda intayin oz bir qism uylarning chirqining yinayotganligini ko'ramiz. Buningdan uylarda o'ltirayotgan odamning yo'qligini, uy bahosining tushadigan vaqtining kelganligini ko'rib olish mumkin. Munosabatli o'rinlarning analiz qilishicha, uylarning bo'sh qilish nisbati 20% ga yetgan. Buncha ko'p uy bo'sh qolgan turib, uyning bahosi nimishga tushmaydi? Aniqki, bu bozorning kuchidan emas. Buningga selishtirganda, nimkesh uylarning bahosi hukumat tarafidan baho cheklamasiga uchirmaydi. Bu bir shaharning haqiqiy uy bahosini va haqiqiy ta'minlash va ehtiyoj munosabatini ko'rsatib berdi. Beijingni misolga olsak, bu yil atiyozdan boshlab nimkesh uylarga qo'yilgan bahoda ham setilish bahosida kundan kunga tushish ko'rilmoqda. Masalan, 7-oyda 6-oyga qaraganda 0,3%, 8-oyda 7-oyga qaraganda 0,4%, 9-oyda 8-oyga qaraganda 0,5%, 10-oyda 9-oyga qaraganda 0,6% tushish bo'lgan. Mutaxassislar bahoning eng yuqori vaqtidan hozirgacha 20% tushdi deyishmoqda. Diqqat qilishga tegishli yeri shuki, Beijingdagi setilish oldida turayotgan nimkesh uylarning soni 29 cho'ng shahar ichida 2-o'rinda turgan bo'lib, 10-oyda nimkesh uyni boldiroq setib etish uchun bahosini tushirishga majbur bo'lganlarning nisbati 90% ga yetgan. Beijing uy mülkçilikdə boshqa shaharlar bilan selishtirganda eng cho'ng qimmat yaratadigan shahar bo'lib, uy bahosining bundaq qattiq tushishi Xitoy iqtisodiga chelingan signal. Beijing poytaxt bo'lish sifati bilan siyosatdan intayin sezgur bir shahar. Uy bahosining tushishi iqtisodga ta'sir yetkazib qolmasdan, xalqning kelgusidagi siyosatning yo'nalishiga bo'lgan andishlarini orttirmoqda. Bu Beijing uy mülkçiligining boshqa shaharlar bilan bo'lgan farqi. Bir necha yildan beri Xitoyning 10 muhim shahardagi yangi va nimkesh uyning setilishida zo'r tushish ko'rilmoqda. Setilishning tushishi bahosining tushishidan texmi xatarlik. Bu uyingizni oldigan odam yo'q, sotolmay qo'lingizda qilib qoladi degan gap. Amaliyotda nurg'un uy egalari 1 yil saqlabmi uylarini sotolmagan. Uy bahosining tushib ketishi 3 masalani tushuntirib beradi. Birinchi, uy mülkçilik bozorining to'yinganligini. Munosabatlik organlarning statistika qilishicha, shaharlarda bo'sh qolgan uylarning soni 65 million yurishgan. Ba'zilarning deyishicha, Xitoyda 3 milliard insonga yetgudek uy bor ekan.
Buning to'g'ri ekanligi gumonliq bo'lsa-mu, to'yinganligi aniq gap. Ikkinchi, iqtisodining tushishining uy mulkka elib kelgan ta'siri. Uy mulkchilikning yuksalishi iqtisodning yukselishiga bog'liq bo'lib, xalqda pul bo'lgandala uy setib ola oladi. Setib olish kuchi uyning bahosini belgilay oladi. Hozir Xitoyning iqtisodiy chekinishga qarab mangdi. Nurg'un odam ishsiz, uy elishdan qo'rqidi. Hatto ba'zi ishsiz qolganlar uylarini setishga majbur bo'lmoqda. Üçüncü, Xitayning umumiy vaziyatidagi muqimsizlik. Eng muhimi, Xitoy siyosati kundan kunga nacharlashmoqda. Bu nurg'un odamlarni umidsizlantirmoqda. Bundaq ahvolda odamlar qanday qilib turmush sifatini o'stirish emas, balki qanday qilib jinini qutuldirishning qo'yiga tushmoqda. Bundaq bo'lgankan, insonlarning muqim mulkdan bekrak naq pulga ehtiyoji tushadi. Uy mulkchilikka va iqtisodga ta'sir ko'rsatgan yana bir omil bo'lsa, Xitoy nupusining ozayishga qarab manganligidir. Xitoy ziyolilari uy mulkchilikning yo'nalishiga qarata qisqa muddatda siyosatga qara, o'rta muddatda zaminga qara, uzoq muddatda nupusga qara deydigan gap bor. Intayin afsus, hozir Xitoy nupusi ozayishga qarab mangmoqda. Axborotlarda deyilishicha, bu yil yangi tug'ilgan buvoq sonida zo'r tushish bo'lgan. 2019-yili jami 11 million buvoq tug'ilgan bo'lib, bultirqiga silishtirganda 4 million oz tug'ilgan. Buningdan o'tgan bir necha yilda tug'ilgan buvoq sonida jiddiy ozish bo'lganligini ko'rib olaymiz. Bu odamni cho'chitadi. Beijing universitetidan doktor Su Jianning deyishicha, bultirdan boshlab Xitoy nupusi ozayishga qarab mangan. Amerikaning ma'lum bir universitetidagi doktor Yi Fushan 10 yil burun Xitoy hukumatini ogohlantirib, planliq tug'ut siyosatini amaldan qoldirishga chaqirgan. Ham Xitoy hukumatining e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga gumon bilan qaragan. Uning tadqiq qilishicha, Xitoy nupusi 2017-yildan boshlab ozayishga qarab mangan. Xitoyning haqiqiy nupusi Xitoy hukumati e'lon qilgan sondan 100 million nupus oz. Bu Xitoy hukumati o'tkazayotgan bir cho'ng xatolik turib, yana bu xatolikni yushirishga tirishib kelmoqda. 2018-yili Xitoyning e'lon qilgan soniga asoslanganda tug'ilgan buvoq soni 15 million 230 ming bo'lib, Xitoy salomatlik tekshirish idorasining e'lon qilgan soni bo'lsa 13 million 620 ming. İkisining o'rtasida 1 million 600 ming nupus farqi chiqqan. Ko'p o'lkalarda e'lon qilingan sonlarda o'xshashmaslik bayqalgan. 2018-yili Xeylongjiangda 151 ming buvoq tirik tug'ilgan. Hukumatning e'lon qilgan soni bo'lsa 226 ming. Shandongda 1 million 58 ming buvoq tug'ilgan. Hukumat bu sonni 1 million 330 ming deb e'lon qilgan. Chongqingda bo'lsa 214 ming buvoq tug'ilgan. Hukumatning bergan soni bo'lsa 340 ming bo'lgan. Kelar yili Xitoy hukumati 7-qitimliq nupus tekshirish ilib bormoqchi. Ishonmanki, Xitoy hukumati haqiqiy nupusni yushirib qola olmaydi. Agar Xitoy nupusining ozayotganligini xalq bilib qolsa, bu uy mulkchilikka texmi og'ir ta'sir elib keladi. Bo'libmi, uy mulkchilik tijorati qilayotganlar uylarini baldiroq qo'ldan chiqarish uchun bozorga solsa, u vaqtda vaziyatni texmi kontrol qilg'ili bo'lmaydi. Balki u vaqtga kelganda uy setib olgan odammi chiqmasligi mumkin. Nupus ozayishining uy mulkchilikka bo'lgan ta'siri uzun muddatlik bo'ladi. Bu xil ahvol 10 necha yildan keyin tuzilishi mumkin. U vaqtga borguncha balkim nurg'un binolar sifatini bahona qilib chekilib tashlanishi mumkin. Yaqinqi bir necha yilning yoki uy bahosining tushishiga ergishib nurg'un uy mulkchilik shirkatlari vayron bo'ldi. Sud mahkamasining to'ridan egallashimizcha 26 noyabrgacha vayron bo'lgan uy mulkchilik shirkatining soni 446 ga yetgan bo'lib, tarixiy rekord yaratgan. Bularning ichida g'olliq cho'ng shirkatlarmi yer olgan. Buningdan boshqa mablag'i tugab, qarzga bo'g'ilib vayron bo'lishni kutib turgan shirkatlarmi oz emas.
Uy bahasının düşüp ketişidən uy mülkçilik şirketlərinin keng ko'lamda vayron bo'lishi, Xitoy hukumatining asosiy asliha qurilishi va uy mülkçilik bilan iqtisodni ilgari surish siyosatining oyoqlashganligini ko'rib olaymiz. Xitoyning iqtisodini ilgari surishdagi motori bo'lgan uy mülkçilikning o'ti o'chib qolayli deb qoldi. Uy mülkçilik bilan iqtisodni qutqizishdan Xitoymi umidini uzdi. Hozir qo'lidan keladigini uy bahosining texmo tushib ketishining oldini olish. Xitoy hukumati yolg'on tashviqot qilib, jamiyatda uy mülkçilik bozorining kelgusi texi bordek ko'rsatib kelmoqda. Ham nurg'unlagan Xitoy xalqi texicha qaymoqib umid kutib kelmoqda. Lekin qog'ozda o'tni o'rab bo'lg'ili bo'lmagandek, xalqmi buni hamon bir kuni tushunib yetadi. Uy mülkçiligi Xitoy hokimiyatiga bevosita tahdid elib kelalagashga ta'tir tashviqot qilib, uy bahosining tushib ketishining oldini olib kelmoqda. Lekin hukumatning kontrol qila oladigan yangi uyning bahosi bo'lib, nimkash uyning bahosini kontrol qila olmaydi. Agar turkumlab nimkash uylarni bozorga silinsa, uy bahosi shiddat bilan tushishga boshlaydi. Oxirida berib, hukumatning kontrolligidagi yangi uylarning bahosini tushirib etadi. Amaliyotda uy bahosining tushishga qarab mengishini o'zgartkili bo'lmaydigan holga kelib bo'ldi. Kelar yili balkim tamoman kontrollikdan chiqib ketishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, shaxs va uy mülkçilik shirkati bo'lib, bankidan olgan qarz sommasi bankining bergan umumiy qarz sommasining 40%ni egallaydi ekan. Uy bahosining qattiq tushishi bankini ig'ir talofatga uchirdi. Texmi ig'ir bo'lganda iqtisodiy krizis keltirib chiqarishi mumkin. Oxirida berib Xitoy Kompartiyasining hokimiyatiga ta'sir ko'rsatdi.